Assalomu alaykum akalar. Yaxshimisizlar? Charchamasizlar? Mana miya meni bashniyam olaman deyapti. Bitta tupurib o'ldiraman buni miyani. Qaranglar mana. Tuf o'ldi. Hozir klientga yangi svorka qilib chiqdim akalar. Va shu uron katta beradi, lekin ozgina tezligi kamayadi. Uron katta, lekin tezligi kam. Letda ham, startda ham mana shu zo'r. Hozir triple kill chiqaman, qaranglar. Bitta Lancelot ketdi. Franko qo'lga tushdi. Men Frankoni xo'rlaymiz endi. Bum 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 bum. Franko qochmang, Franko bum ketdi. Miya chiranyapti. Miyani bitta tuf o'ldi mana miya ham. Tak. Endi kimga navbat? Endi kimni o'ldiramiz? Aytinglar. Ba'da Leamort katta ketyapti. Urib qo'yaman deyapti. Hozir Leamortni oldiga borib, Leamortni ham bitta tupurib o'ldiramiz. Qaranglar. 1 2 3 tuf ketdi. Hammasini tupurib o'ldirib chiqaman. Ko'ryapsizlarmi? Svorkasini pastga qo'yib qo'yaman. Ishatib ko'rasizlar svorka bilan embleman. Uron o'sha katta beradi. Kashf qilib o'ynaysizlar. Tepada gang boshlandi. Ketdi tepaga talpa. Super esa. Tepaga boramiz. Ketdi. Kim mushab oldinglar? Mana triple ketdi. Bum. Lancelot chiramimiz jigar. Lancelot kerak emas. Avr o'ldirib qo'yaman. Oo, miya. Bitta tupuraman o'ladi miya. Bum. Tu ketdi. Nana qochaman deyapti, Nana qochmaymiz. Nana. Tuf nana. Ketdi nana ham mana. Tak. Bag'da hozir mana Leamort yo'g'a Martis bilan Frank ikkalasi talashyapti. Men zo'rman deb. Ikkalasi ham musur aslida. Lancelotni xo'rlaymiz birinchi. Budun ketdi. Bizdan Leamortni xo'rlaymiz. Leamort rak bilet. Musur. Ketdi Leamortdan. Bo'ldi, push qilish kerak. Yetadi shu yo'g'a. 25 ta